Va qiziq holatni aytaman. Jahongir O'rozov ham, Abduqodir Husanov ham 2004-yilda tug'ilgan. Bir avlod futbolchisi. Va eshitishimga qaraganda Abduqodir Husanov chet elga ketishdan, Belarusga ketishidan sal oldin markazga tanlov bo'ladi-yu. O'rozov hamda Abduqodir o'rtasida o'ziga yarasha raqobat bo'lgan. O'sha yoshligida ketishidan oldin. Va bunyodkor O'rozovni tanlagan. O'rozov bo'ydor futbolchi bo'lgan. O'sha payt Abduqodir Husanovni suratlarida ham ko'rasiz. Gavdasi unaqa baquvvat bo'lmagan. Abduqodir keyin mashg'ulotlar natijasida o'zining talantini, yovqurligini, intensiv hamma narsasini ochgan futbolchi hisoblanadi. Va qiziq tomoni o'sha paytlari bunyodkor O'rozovni tanlagan. Abduqodir Husanov esa taqdirning bu yo'nalishini tanlagan. Va ikkisi ham mana shu kechagi Gabon bilan kechgan uchrashuvda go'yoki uchrashib turgandek. Ya'ni Abduqodir Husanov o'yinni o'tkazib yuboradi majburiy tarzda va u favqulodda o'sha qizil kartochkasi tufayli bugungi uchrashuvni o'tkazib yuborish kerak. Oddiy holat, normal holat. Va uning o'rnida maydonga tushayotgan futbolchi bitta uchrashuvning o'zida, debyut o'yinining o'zida asosiy tarkibni yaqin muddatlar uchun mixlab qo'yapti.